74. qism. Salima, sen ketgandan keyin bu azobli o'tmish beshimdan ko'tarilib ketmadi. Aksicha har vaqt soyidek menga agishib yuriydi. Qanchalik azoblanayotganligimni tushungan bo'lsang kashki. Sen meni kechirgan bilan bolalarimning qalbida men bir jinoyatkor dada. Yaqubning ko'zlaridan ochiq yoshlar to'kildi. U o'tmishdagi xatolikni, kelgusidagi har bir nuqsonlari ustiga chekit qo'yib ma'noqanligiga cheksiz ishongandek qiladi. Kech kirib, shafaq nuri bilan bezalgan ko'chalar shaharni o'zgacha go'zallik bilan to'yintirgan edi. Yaqub yordamchisi bilan savdo ziyofatiga tayyorlik qilib, qorong'u tush bilan yo'lga chiqdi. Xo'jayin, anlashimcha bu qitim savdo yig'ilishiga Shangandan kelgan dаңliq yemak-ichmak savdogari Oyub apandimi keladi ekan. Yana uning go'zal hamrohim bor. U qayalikka? Yurt oralab chiqqan Shanganlik savdogar. Urumchidimi bir necha tarmoq do'konlari bor. Agar uning bilan tanishish fursati bo'lib qolsa, keyingi savdo ishlarimizga nihoyat ko'p foydasi bo'ladi. Undaq dаңliq shaxs bilan bizdek odatga savdo saroy ochadigan savdogarlarni qandoqmi selishtirg'ili bo'lsin. Eng yaxshisi egiz shaqqa eslamayli. Xo'jayin, bu qitimqi savdo yig'ilishini ashu kishi uyushtirgan ekan. Meningcha bizga tanishish fursati bordi. Men faqat sening xohishing bo'yicha bu ziyofatga qatnashdim. Bu odam bilan tanishish o'yinmi yo'q? Agar fursat bo'lib qolsa-mo, uncha qizg'in bo'la olishim notayin. Ilgari bunday so'rovlarga aktiv qatnashdingiz. Savdo sohasida tanishtiringiz chiqdi. 2 yil bo'ldi. Savdo yig'ilishi yoki savdo ziyofatiga qatnashib boqqaningizni bilmayman. To'g'ri deysan. Odamni odam o'zgartiradi ekan. Balkim bu qitimqi ziyofatning kishilik hayotimni qayta o'zgartishiga foydasi bo'lib qolar. Yaqub bu 2 yilda o'tkazgan azoblik o'tmishi uchun afsuslanadi. Uning qalbidagi muhim o'rinni egallab turgan ashu ochiq aslima har vaqt yuragiga xiris bo'lib, hamon uni qiynaydi. Shahar markaziga joylashgan 3 qavatlik esil savdo yig'ilish saroyi bugun o'zgacha julalanib, eshik sirtidagi rangli chiroqlar ko'zga alohida tashlanib turadi. Yig'ilish saroyining ozodi maydoniga qator-qator tizilgan bir-biridan esil mashinalar shahar kattalarining bu yig'ilishga qatnashganligidan derak beradi. Ahmad qator-qator mashinalarni aralab, buling'iroq bo'sh o'ringa kelib, mashinani apchillik bilan to'xtatdi. Bugungi bu yig'ilish xeyli qiziydigandek turdi. Shahardagi eng dаңliq kattalarmi bu so'rindan quruq qolmagan chig'i. Yaqub mashinadan tushgach, qora ko'k kostyumining yoqasini qirlab qo'ydi. Xo'jayin, sizmi odatga odam emas. Shahardagi dаңliq yemak-ichmak tijorati bilan shug'ullanganlarning biri. Boshqalarning oldida o'zingizni tushirsangiz bo'lmaydi. Qaraganda keyin qolgan o'xshaymiz. Ishga kiraylik. Yaqub zalning eshik oldiga kelganda amonlik saqlag'uchi uning oldini to'sdi. Taklifnoma bo'lmasa kiramaysizlar. Qarasamlar aldamchida ko'rinyapsizlar. Tez bu yerda yo'qolinglar. Yo'q-ku. Apla. Ishxonadagi tatmada unutib qoptiman. Yigit. Taklifnomani ishxonamda unutib qoptiman. Bizni kirgizayotgan bo'lsangiz. Nima? Nim deding? Sen bizni qalandar ko'ryotamsan? Anlab tur shumtak. Men degan. Xo'jayin, bo'ldi qiling. Boshqalar bizga qarayotdi. Meni qo'yvat. Uning og'zi burnini chuvatmaydigan bo'lsam. Hey, qaranglar ma odamga. Nimachi qaramli qiladigan-da? Yey, sarangmi nima bu? Mushiyaga ketmi jadal chiqargan bormi? Nima deyapsiz? Ha? Mening kimligimni bilsam-sa? Bu sapasiz ablaqlar. Savdo sohasidagi dаңliq savdogarmishdi. Hamma savdo to'niga o'rnib olgan saqtipaslar. Yaqub xudunshig'allarga qarab varqirdi. Uninggacha ikki qobil yigit kelib, Yaqubning bilgidan so'riginicha ipmangdi. Hey, qo'yibcha, nima qilishyapsa? O'lgur ablaqlar. Hey, mening kimligimni bilshamsa, qo'yib o'tish. Apandi, bu yerda jidal chiqarsangiz bo'lmaydi. To'xtanglar. Bu apandini qo'yutinglar. Hammaylarning ko'zi go'zal bir nozni yetilib olgan, esil salobatlik bir erga tushdi. Noma'lum bu er yigitlarga bir buyruq qilib edi. Yaqubning bilaklariga ching-chirmashgan qo'llar asta bo'shidi. Oyib apandi, bu odamning taklifnomasi yo'q ekan. U ichiga kiraman deb qasdan jidal chiqaryapti.
Uni kirgizib o'tinglar. Yaqub o'zini o'ngshab bo'g'icha Oyub apandi bilan yinidagi Naznin burilib ichiga qarab mangan edi. Vah, nima degan qamlashgan bir juftlar, ha? Shuni deyman, bu bir juftlar ajab moslashibdi desa. Hammalarning ko'zi ularda bo'lib, eg'izdan eg'izga aytilayotgan maqtashlar Yaqubni texmi beyaram qilibdi. Xo'jayin, kirsak bo'ladi ekan. O'zingizni sal o'ngshib olamsiz? Men Yoqubning azaldan bundoq yuz tushib boqmagan. Bo'ldi, ketaylik. Xo'jayin, boyqa odam bu yig'ilishni uyushtirgan Oyib apandi shu. Uning salobsini ko'mdingiz. Hammaylar u va yenitki go'zal qizga havas bilan qarishib qoldi. Menga ularni maqtab beryapsan. Xo'jayin, voy aslida biz xato qildik. Biroq Oyib apandi bizga xeyli cho'ng yuz berdi. Bizni qo'lab chiqarmay, aksicha kirishimizga ruxsat qildi. Demak, tonishish va savdo hamkorligida xeyli cho'ng umid bor degan gap. To'g'ri deysan. Kelgan ekanmiz. Kirishimiz kerak. Ular ichiga kirib, esil va katta bezalgan zalga qarab eg'izlarini echib qilishdi. Bu odam rostilla oddiy savdogar emas ekan. Menimcha uning tuyuqsiz Shinjonga kelib bundoq katta yig'ilish o'tkazishida cho'qim muhim bir sabab bor. Xo'jayin, qarang. Yordamchi Yaqubni o'qib, sol tarafdagi ikki er bilan turgan bir ayolni ishora qildi. Guljoy? 2 yil oldida izdiraksiz g'oyib bo'lgan bu ayolning tuyuqsiz bu savdo yig'ilishida paydo bo'lishi Yaqubni qattiq hayron qoldirdi. Bu iflos xotin. Yaqub mushlarini ching tugib, u tarafga 2 qadam ilishiga yordamchi uni tutib oldi. Xo'jayin, o'zingizni tutib oling. Bu degan savdo yig'ilishi. U degan Guljoy. O'zimni qandoq tutib olalayman? U xotin Shiralini ep qochgan. Aygulning beshig'imiz zulm silib, qizning g'oyib bo'lishiga sababchi bo'lgan. Men uni mushu so'rindilar rasvo qilmaydigan bo'lsam, Yaqub bo'lmay ketay. Yaqub yordamchisining to'sishlariga parvo qilmay, kushandisiga hujum qilmoqchi bo'lgan qoplandek etilib berib, Guljoyning yoqasiga esildi. Pes xotin, asla hayotkansan, ha? O'g'lim qayerda? Uni nima qilding? Qo'yvat! Meni qo'yvat! Uni qo'yvat. Sarang bo'ldingmi? Dolqin apandi? Oy, yaxshi-g'o. Ikking birlashib, menga qiltaq qurishdan shundaqmi? U itilib kelgunicha Dolqinning yoqasiga esilib, uning burniga bir mush silib yerga dumiltib etdi. Qiyachiya varqirashlardan keyin ikki amalliq saqlag'uchi kirib Yaqubni epmangdi. Meni qo'yib o'tish. Men u xotinni o'ldirib etaman. Apandi, o'zingizni besib eling. Xo'jayin, bu nima qilganingiz? Yuring, endi ketaylik. Men ketmayman. Guljoy texi ichida. Men uningdan hisoblanmoqcha bu yerdan bir qadam ayrilmayman. Xo'jayin, biz degan yemak-ichmak tijorat qiladigan savdogarlar. Nədimi ko'cha lo'kchaklaridek ommaviy so'rinda jidal chiqargan bor. Yig'ilishdagi nurg'un odamlar bizni ko'rdi. Cho'qim hammasining qalbida salbiy ta'sir qoldirdingiz. Keyingi savdo ishlarimiz mushu sababli ig'ir ta'sirga uchrashi mumkin. Sen ketiver. Men Guljoy chiqit saqlayman. Ma'qul. Biroq yana jidal chiqarib obro'yingizga ta'sir yetkazmang, ha? Xotirjam bo'l. Endi unda qilmayman. Ahmad ümidsizlik ichida yo'ldan taksi to'sib ketib qoldi. Yaqub kengri maydonda uyon-buyon mang'ach, yig'ilishning oyoqlashishini kutdi. O namussiz xotin qilch taptatmasdan Dolqin bilan birlashyapti. Ikki namussiz bu 2 yilda o'g'limga nima shumliqlarni piloldi? Bir nima demak tas. Yaqubning o'ylagan siri ochchig'i kelib, mushlari ching tugildi. Yarim soatdek vaqt o'tib, eshikdan bir mulozim yigit chiqib, Yaqubning yiniga keldi. Apandi, Oyib apandi sizni ichiga taklif qildi. Qani marhamat. Oyib apandi meni ichiga taklif qildimi? Shundaq. Qani marhamat. Yaqub yigitning orqasidan mengib zalga kirdi. Odamlar yanala lirik muzika ostida g'am andishsiz qizg'in parangga tushgan edi. Yaqubning ko'zlari Guljoy bilan Dolqinni izlayotgan bo'lib, u ikkisi hech yerda ko'rinmaydi. Apandi, bu yoqqa marhamat. Yigit Yaqubni agashtirib zalning sol tarafidagi kichik ayrimxonaning oldiga keldi. Yigit eshikni yengil chekdi. Ruxsat qilingandan keyin Yaqub ayrimxonaga kirib, uduldagi bir kishilik krestloda putini mingashtirib o'tirgan salobatli kishini ko'rib salom qilmoqchi bo'ldi-yu, sol tarafdagi yumshoq krestloda bir-biriga chaplashib degdek o'tirgan Dolqin bilan Guljoyni ko'rib,
chiroyi boshqacha o'ngib ketdi. Bu ikkisi. Qani, o'ltiring. G'azabdan tomirlari ko'pchib chiqqan Yaqub Ayubning hurmati uchun ortiq jidal chiqarishni xohlamadi bo'g'ay, asta ko'rsatgan o'ringa kelib, o'duldagi ishkalanga qarab jimmida o'ltirdi. Sizlarni bu yerga chaqirishimda mundaq ikki taklifim bor. Biri, shahrimizda donliq bir savdo saroyi qurish plani. Yana biri, yemak-ichmak tijoratida birlashib, cho'ng korxona qurish. Albatta, har ikkilisining savdo xatiri bor. Biroq erishadigan foyda teng nisbatda bo'lindi. Ham bu sheriklikka pay qo'shgan bo'lasizlar. Bu yaxshi plan ekan. Yemak-ichmak tijorat qilayotganimga necha 10 yil bo'ldi. Sizdek cho'ng tijoratchi bilan korxona qurish bizning sharafimiz. Albatta, siz ishonchli savdogar. Siz-chi Yaqub efendi, mening fikrimga qanday qaraysiz? Bu yaxshi plan ekan. Biroq bir ishga hayron qilyapman. Bu yig'ilishga shuncha ko'p boy savdogarlar qatnashgan tursa, nemishqa mendek oddiy bir odamni hamkorlashga tanlaysiz? Yana bu ikkisimi bor. Boy zalda biz jidal chiqarib yig'ilishingizga ig'ir ta'sir yetkazdik. Aksicha, siz meni qo'g'lab chiqamay, yana hamkorlashni talab qilyapsiz. Bu ishga bakla hayron qilyapman. Bakla ochiq yo'riq odam ekansiz. Ko'nglimda nima o'ylagan bo'lsam, shuni bevosita deyaveray. Odatda menmo sizda gap agitishni ancha yoqtirib ketmayman. Ularning qizg'in parangi To'lqin bilan Guljanni ziriktirib qo'ydimi, bir-biriga qarab tortib qo'yishdi. Baya eshik oldida omonlik saqlovchi bilan jidallashgandilar. Sizning dadil, keskin odamligingizni ko'rib yetgan edim. Ham menda tuyuqsiz sizga bo'lgan qiziqish tuyg'usi paydo bo'ldi. Biroq savdoda aldiraqsonlik qilishga bo'lmaydi. Ras, kechiring. Bugun bek satish qildim. Oldingizda xijilman. Bo'ldi, takalluf qilmang. Balkim mushu usulda tonishish taqdirimizga putilgan o'xshaydi. Amsa sizni taklifimga qo'shildi deb bildim. Keyingi taraqqiyotimiz uchun atkashda sizni oilaviy ziyofatimga taklif qilaman. Meni oddiy ko'mak qabul qilganingiz uchun sizdan minnatdorman. Biroq oilaviy ziyofatga men qatnashsam sal be'ab bo'larmikin? Men ko'nglimga yaqin odamdan jinimni aymayman. Agar ko'nglingizga kamisa, men oilamdagilarga sizni tanishtirib qo'yay deyman. Siz xohlasangizlar, bu men uchun sharaf. Ay papani, hamkorlik ishini qachon paranlasak bo'lar? Unutib qolib tasliq qaptiman. Ikkinlarga hurmatsizlik bo'ldi. Qarmamsizlar. Shinjong kamiga uzun bo'g'ash yig'ilish va ziyofatlar ko'payib qoldi. Bugunlikka do'stlar yig'ilishi bor. Men Yaqub efendi va ikkinlarni shu ziyofatga taklif etaman. Shu chog'da fursat bo'lsa, hamkorlash ishini paranglashamiz. Ziyofatning gapini anglab, cho'ng savdogarlar bilan tanishish fursati kutib turgan To'lqin darhol chiroyiga kulki yugurtdi. Siz nima desangiz shu bo'lsin. Bugun bizni cho'ng ko'rib, bu savdo yig'ilishga taklif etganingizdan bakli minnatdor bo'ldik. Shundaq, siz kelishganlar bo'p qolmay, yana bak mard odamkansiz. Guljoy Ayubga boshqacha qiziqib qolgandek mug'ambarlarcha kulib qo'ydi. Qo'yiqcha tik turgan Yaqub Guljoyning g'iljinglashlariga bardoshlik bermay, mushlarini tukunicha aran turadi. Bas xotin, namussizlikni qara. Ayni chog'da o'lgan bo'lsang, bundoq sharmandalarcha ko'rishib qolmaydik. Seni tunji to'nganda ko'zim ko'rib qolgan bo'g'imdi. Bo'ldi, takalluf qilmanglar. Sizlar bilan tanishganimmi mening sharafim. Qani mehmonlar, zalga marhamat. Sal turib bo'g'usi ayolimni har qaysinglarga tanishtirib qo'yay. Bayanda Mustafa Abdurrahim. Ovoz bergan